gullaring olib. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu. Ochki taqib olganimga g'alati bo'lmang, просто zreniya ketib bo'lmasin deyman-da, unga ham rasxod. Meni otim Ziqnabek, Ziqnayev familiyam. Mo narsalardan zakaz qilib qo'ymadingizmi ishqilib? Endi rasxod ketmasin deyman-da. Keling, gapingni olasan, gaplashib olaylik. Menga turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizsizmisiz? O'zingiz arting. Yaqinda bitta oshnam uylandi-da, xotini makiyajini artgandan keyin oshnam bilan bir xil bo'lib 5 ta farq topa olmay qoldik. Men ham mana shunaqa bo'lishini xohlamayman. Keyin ertaga postoyanno makiyajingizga rasxod qilishni xohlamayman. Yaqinroq keling. Ay! Nima qilyapsiz? Kal bo'lsangiz, sochingizni ektirib, pul rasxod qilib o'tirmay deyapman-da, tushundingizmi? Og'zingizni ocha olasizmi? Bitta tishingiz qurtlagan ekan, ozgina rasxodli joyi bor ekan. Tishida problema bor. Bitta ko'z yumingchi. Necha? 1. Zrenada problema yo'q. Demak, rasxod yo'q. Zo'r, ko'z yaxshi yozib qo'yamiz. O'rningizdan turing. Bitta tanishimning xotinini bitta oyog'i kaltada, unga ham rosa rasxod ketdi. Ha, bo'ldi, yaxshi. Qarang, agar siz juda ham boy, lekin ziqna odam xotini bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana bu joylarni to'g'rilab kelishingiz kerak. To'y xarajatlarini sizlar o'zlaring qilasizlar, men o'zim qilaman. Tushundingizmi? Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdi, biz tomonda umuman xarajat bo'lmaydi. 4 ta odam bilan to'y o'tadi ketadi. Siz boravering, avtobusda keting yaxshi qilib. Rahmat. Kamchiqim qizga o'xshayapti-da ishqilib. Bu yerda o'tirganimizga pul so'rashmasmikin? Jiguli, kum kuk, jiguli.